Musulmon emas kishilarga qandoq salom qilamiz? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Islomda musulmon emaslarga qandoq salom qiladi? Assalomu alaykum deymizmi yoki ularning salom qilish usuli bo'yicha salom qilamizmi? Yana bir masala, og'zida o'zini musulmon deydigan, biroq hech qanday islomiy amallarni qilmaydigan, hatto namozmi o'qimaydigan kishilarga qandoq salom qilamiz? Buningga tafsiliy bir tushuncha bersangiz, Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bugungi kunlarda musulmonlar dunyoning har qaysi joylariga tarqalib, ilgirki asrlarga qaraganda o'xshamagan din va turli madaniyat an'analari bilan quyuq aralashib yashaydigan bir vaziyat shakllandi. Bir qism hadislarda musulmon emaslarga salom qilmaslik haqida ba'zi mazmunlar ifodalanadigan bo'lg'achqa, aralashib yashaydiganlar ko'ch-ko'ylarda, xizmat o'rinlarida va turli so'rinlarda ular bilan salomlashish jihatlarida haraj tartib qilishi tabiiy ahvol. Masalaning hukmiga kelsak, oldi bilan buningga munosabatlik bir qancha masalani bayon qilib o'tishga to'g'ri keladi. Birinchi, bir to'p kishilar ichida musulmonlarmi, musulmon emaslarmi bor bo'lsa, ularning hammasiga musulmoncha birli salom qilish joiz. Buningda Imom Navaviy aytgandek olimlar ittifoq. Urva ibn Zubayr rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarmi butga ibodat qiladigan mushriklar va yahudiylarmi aralash to'plangan bir so'rindan o'tganida ularga salom qilib to'xtagan. Andan ulug'idan tushib, ularni Allohga da'vat qilgan va Qur'on o'qib bergan edi. Ikkinchi, musulmonlar bilan urush yoki dushmanlashish holatidagi kofirlarga salom qilish va ularning salomini ilik elish harom bo'lib, agar musulmon ularning birarsiga salom qilsa yoki ularning salomini ilik olsa, bu ularga amonlik berishdan derak beradi. Bu masalaning hukmidimi olimlar orasida boshqacha qarash yo'q. Uchinchi, kuchli qarashga asosan urush yoki dushmanlashish holatida bo'lmagan kofirning salmi ilik elinadi. Uninga yaxshiroq yoki aynan javob qaytarishni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma qatorliq sahoba va tabiinlar vojib deb qaraydi. Janobi Allohning sizlarga salom qilinganida uningdanmi chiroyliroq yoki aynan qaytaringlar degan ko'rsatmasidagi umumiylik ko'zda tutilgan ifodalar buning dalilidir. Bu umumiylikdan yuqorida bayon qilingan urush yoki dushmanlashish holatidagi kofirlarla mustasno qilinadi. Biroq kofirlar musulmonlarga salom qilganida musulmonlarni masxara qilish yoki ularga o'chmanlik qilish uchun salom so'zini boshqa ma'noga burmilab ishlatgan yoki daritmilab qaragan bo'lsa, bu ahvolda ularga qisqartibla va alaykum, ya'ni sizlarga shuni tilayman deyish orqali javob beriladi. Bu ahvol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida ko'rilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Yahudiylardan bir to'p odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kirib, "Assalomu alaykum, sizlarga o'lim tilayman" dedi. Men uni tushunib, "Sizlarga o'lim bilan la'nat bo'lsin" dedim. Rasululloh: "Ey Aisha, o'zingizni tutib oling. Alloh taolo har qanday ishda sipoyi bo'lishni yoqtiradi" dedi. Men: "Ey Rasululloh, ularning nima deganligini anglamadimmi?" desam, Rasululloh: "Sizlarga shuni tilayman dedim-ku" dedi. Buningga binoan Imom Ibnul Qayyim rahimahulloh aytgandek, ular aniq talaffuzda salom qilsa va alaykum assalom deyish orqali salomini ilik elish Alloh taolo bizni rioya qilishga buyurgan adolat va ihson jumlasidan bo'ladi. Oyat hadislarmi, shariat qoidalarmi shuni ko'rsatadi. Ammo ular musulmonlarga yomon niyatda boshqacha ehtimolligi bor so'zlarni ishlatib salom qilgan taqdirda ularga va alaykum, ya'ni sizlarga shuni tilayman deyish orqali javob beriladi. 4. Musulmon emaslarga assalomu alaykumdan boshqa tinchlikmi yoki yaxshimisiz yoki marhaba yoki deganligingiz xayrlik bo'lsin yoki kashligingiz xayrlik bo'lsin degandek odatda umum kishilar salomlashadigan so'zlarni ishlatib salom qilishmi kuchli qarash bo'yicha joiz. 5. Kafirlarni islomga da'vat qilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Kisra, Heraklios va Najashiylarni islomga chaqirib yozgan maktublarda kelgandek to'g'ri yo'lga ergashganlarga salom deydi. Musa va Harun alayhissalomlarmi Fir'avnga shundoq degan. Hamda olimlarning urush yoki dushmanlashish holatida bo'lmagan kofirlarga salom qilishning hukmi haqidagi qarashlarga qaraydigan bo'lsak, ular musulmon emaslarga salom qilish va ularning salomini ilik elish masalasida o'xshamagan qarashlarda bo'lgan. 4 mazhab olimlarini o'z ichiga olgan ilgirki va keyingi davrlardagi ko'pchilik olimlar ularga salom qilishni makruh yoki harom, lekin salomini ilik elish vojib deb qaragan.
Bir bölük sahoba va tabiin, shundoqla ba'zi mujtahid olimlar ularga salom qilishmi, salmini ilik elishmi joiz deb qaragan. Ko'pchilik olimlarning bu masalada asosliq dalil qildigani tuvandagi hadis bo'lib, bu masalaning hukmini bekitishda bu hadisning sahihligini tekshirib bekitish, shundoqla uni qaysi tariqada tushunish intayin muhim bo'lg'achqa, bu vaqtda bir qadar tafsiliy to'xtalib o'tishimizga to'g'ri keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Yahudiy nasoralarga oldin salom qilmanglar. Ulardan birarsini yo'lda uchirtib qolsanglar, uni yo'lning chetiga qistab manglar. Bu hadisni garchi Imom Muslim sahihida rivoyat qilgan bo'lsa-mu, bu hadis ikki jihatdan ko'pchilik olimlarning qarshiga dalil bo'la olmaydi. Biri, bu hadisni zaif degan muhaddislar ko'p. Natijada zaif degan qarash ig'ir bosadi. Yana biri, sahih deb qaragan taqdirda bu buyruq Madinadagi musulmonlar bilan urush yoki dushmanlashish holatida turayotgan yahudiylarga qaratilgan. Birinchi nuqtani izohlaydigan bo'lsak, mazkur hadisni Imom Ahmad va Imom Muslimlar rivoyat qilgan bo'lsa-mu, ularning bu hadisning raviylaridan bo'lgan Suhayl ibn Abu Salihni ishonchlik raviy deb qaraganligi va uning hadisini sahih deb baholaganligi, Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim va Imom Buxoriy qatorliq Suhaylni zaif deb qaragan hadis peshvolari tarafidan ayblangan. Imom Buxoriy u bir qarindosh tugab ketgandan keyin asli tutish qobiliyatini yo'qotib qo'ygan degan va uning bu masaladagi hadisini Sahihul Buxoriyga kirgizmagan. Uning boshqa bir qancha hadislarini boshqa raviylar sahih hadislarga qo'shimcha qilgan asosda rivoyat qilgan. Boshqa muhaqqiq muhaddislarmi buning sababini keyingi chog'larda uning asli tutish qobiliyatining tuvanlab ketganligiga olib taqagan. Yahya ibn Ma'in va Abu Hatim qatorliqlar uning hadisi dalil qilinmaydi degan bo'lsa, Ibnul Madani uning nurg'un hadislarni unutib qolganligini bayon qilgan. Agar mazkur raviyning bu hadisini boshqa raviylar kuchlantiradigan bo'lsa, balkim uning rivoyati kuchlangan bo'ladi. Lekin boshqa raviylardan Yahudi nasoralarga degan tekst bilan uning rivoyatini kuchlantiradigan boshqa rivoyatlar kelmagan. Bu sababdan Ibn Adi uning bu hadisini munkar rivoyatlar qatoridan sanagan. Shundaq, mazkur hadisning boshqa yo'llardan kelgan ba'zi variantlar bor. Ammo bu rivoyatlar ma'lum jarayonni o'z ichiga olgan bir vaqalikda ma'lum o'rinda kelgan bo'lib, ularni atrofli mulohaza qilganimizda Suhayl degan raviyning rivoyatidagi masala oydinlashadi va u rivoyat qilgan mazkur hadisning nima uchun bu masalada dalil bo'lmaydiganligining ikkinchi sababi o'ttirg'a chiqadi. Alayliq Abu Abdurrahman al-Muzani radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Men ati yahudiylarga lashkar tortmoqchi. Shunga ularga oldin salom qilmanglar. Ular sizlarga salom qilsa va alaykum, sizlarga mu danglar" degan. Bu hadisni yana Abu Basra al-Ghifari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Bu rivoyatlar sahih bo'lib, Suhayl rivoyat qilgan hadisning aslisi mana shundoq. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu buyrug'i Madinadagi Xandak g'azotida xiyonat qilgan Bani Qurayza yahudiylarga qarta jazo yurish qilmoqchi bo'lganda kelgan. U chaq urush mazgili bo'lg'achqa, musulmonlardan qaysi biri biror yahudiyga salom qilsa yoki salom so'zi bilan ularning salomini ilik olsa, yahudiyga amonlik bergan hisoblanadi-da, ular bilan urush qilib bo'lmaydi. Yoki keyincha biror musulmon uni o'ldirib yetib qolsa, bergan ahdiga vafo qilmagan bo'ladi. Shunga Rasululloh ularga salom qilishni va salmini qaytarishni cheklab o'tgan. Demak, Suhaylning rivoyatidagi mushriklar yoki nasoralar yoki ahli kitoblar degan iboralar sahih emas. Sahih bo'lgani faqatla yahudiylar degan so'z. Buningdan ko'rib olg'ili bo'ladi-ki, bu hadis aslida ma'lum voqelikdagi jazolanmoqchi bo'lgan Bani Qurayza yahudiylar haqida kelgan. Hargizmi umum kofirlar haqida kelmagan. Suhayl hadisning asl teksti va jarayonini unutib qolgan yoki xato o'ylab qolgan yoki o'z ko'nglida mazmunini rivoyat qilmoqchi bo'lgan va boshqa yahudi nasoralarni Bani Qurayza yahudilariga o'xshatgan. Natijada boshqacha hukm chiqarilib qolishiga sababchi bo'lgan. Muhaqqiq imomlar Suhaylning hadisi haqidagi yakuni ana shundoq. Imom Ishoq ibn Rahovay deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularga oldin salom qilmanglar degan so'zi yahudilar bilan urushish uchun borganda ularning bu so'zini amalliq berganlik deb turib olmaslik uchun edi. Imom Ibn Taymiya, Imom Ibn Qayyim va Rashid Rizolarmi shundoq tushuntirgan. Mana bu hadisni asli urani bo'yicha to'g'ri tushunish. Masalani yuqorqidek tushunishning to'g'riligini ko'rsatadigan yana mundaq bir qancha turli dalil bor bo'lib, ular tuvandikicha. Birinchi,
Ko'plagan oyatlar urush yoki dushmanlashish holatida bo'lmagan kofirlarga salom bersa va ularning salomini ilik olsa bo'ldiganligini ko'rsatadi. Masalan, sizlar bilan din sababidan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga yaxshilik qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan Alloh sizlarni to'smaydi. Chunki haqiqatan Alloh adil bo'lg'uvchilarni so'ydi. Mumtahina surasi 8-oyat. Sizlarga salom qilinganida uningdimi chiroyliroq yoki aynan salom qaytaringlar. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga ijozat so'ramaguncha va uy egasiga salom bermaguncha kirmanglar. Vaz nasat elishinglar uchun bu, ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish ushtuntut kirishdan sizlarga yaxshidir. İbrahim Azarga aytdi: "Sana salom. Parvardigorimdan sana mag'firat tilayman. Alloh menga haqiqatan mehribondir." Maryam surasi 47-oyat. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga salom. Biz nadallardan do'stlik tilamaymiz deydi. Qasas surasi 55-oyat. Sen ulardan yuz o'rigin, salom degin. Ular kelgusida biladi. Zuhruf surasi 89-oyat. Marhamatli Allohning bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib tamkinlik bilan mangdi. Nadallar ularga so'z qilsa, ular sizlarga salom deydi. Furqon surasi 36-oyat. Kishilarga yaxshi so'z qilinglar. Baqara surasi 183-oyat. İmam Sufyan ibn Uyayna, İmam Avza'i, İmam İshaq ibn Rahuvay va İmam Rashid Rizo qatorliq tanilgan mujtahid imomlar yuqorqi oyatlarning umumiyligiga asoslanib, Qur'on Karim oyatlardan musulmon emaslarga oldin salom qilishning joizligi ko'rinib turadiganligini muayyanlashtirgan. Musulmon yoki kofir deb ayirmagan va tonigan kishilarga salom berishga buyurgan sahih hadislar kelgan. Masalan, bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan islomdagi qaysi xislatlar eng yaxshi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban: taom berishing, tonimagan hamma kishilarga salom berishing dedi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salomni keng qanot yaydirishga buyurgan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: mehribon Allohga ibodat qilinglar, maskanlarga tamoq beringlar, salomni keng qanot yaydiringlar. Shunday qilsanglar jannatga xotirjam kirsizlar degan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo Adam alayhissalomni ashu shaklda bo'yini 60 gaz egizlikda yaratdi. Uni yaratib bo'lib, uningga berib avu farishtalarga salom bergan va ularning salomiga nima deb javob berishiga quloq solgan. Bu sen va sening avratlaring qo'llanadigan salomdir dedi. Shuning bilan Adam alayhissalom farishtalarga assalomu alaykum dedi. Farishtalar Adam alayhissalomga bergan javobida assalomu alaykum va rahmatulloh deb va rahmatulloh degan so'zni qo'shib qo'ydi. Mana bular hadisda kelgan tariqada salomlashishning musulmon yoki kofir bo'lsin, barliq odam bolalarining o'zaro salom qilishadigan salomi ekanligini ko'rsatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida Yahudi xristianlar musulmonlarga mushu tariqada salom qiladi. Musulmonlarmi chiroyli javob beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yoki biror sahoba kofirlarni bizning usulimiz bo'yicha salom qilma deb to'simagan. Aksicha, ular islom qoidasi bo'yicha salom qilsa, ularga texmi chiroyli javob berishni topilgan. İkinci, İbn Mas'ud, Abu Umama al-Bahili, Abu Darda va Fazala radhiyallohu anhu qatorliq sahoba kiramlarning musulmon emaslariga salom qilganligi sahih yo'llar bilan kelgan. Ammar ibn Yasir, Ibn Abbas radhiyallohu anhulardanmi ko'plagan tabiinlardanmi shunday rivoyat qilingan. Natijada salaflar shundaqla Sufyan ibn Uyayna, Ishaq ibn Rahuvay va Avza'i qatorliq tanilgan mujtahid imomlar yuqorqi oyat va hadislardagi umumiylikni salom qilishning joizligiga dalil qilgan. Imom Rashid Rizomi joiz deb qaragan. Masalan, Abu Umama radhiyallohu anhu musulmon bo'lamdi yoki yahudiy bo'lamdi yoki xristian bo'lamdi, kimga uchrasa salom qilmay o'tmaydi. Yana bir rivoyatda Muhammad ibn Ziyad mundaq deydi: "Men Abu Umama radhiyallohu anhuning qo'lini tutib, uning uyiga qaytib o'tdim. U musulmon yoki xristian bo'lsin, kichik yoki cho'ng bo'lsin, uchirganli kishiga salamun alaykum, salamun alaykum, salamun alaykum deb salom qilaverdi. Uyining darvozasi oldiga borganimizda menga burilib qarab, ey jiyanim, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni salomni keng qanot yaydirishga buyurgan dedi." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hamsafar bo'lgan kofirlardan ayrilganida ularga salom qilgan. Uningdan "Avu kofirlarga salom qilamdilar" deb so'ralganda u "Ha, menga hamroh bo'lgan edi. Hamroh bo'lganning haqqi bor" degan. Yana Abdullah ibn Mas'ud
Abu Darda Fazala radhiyallohu anhularning mushriklarga oldin salom qilganligi rivoyat qilingan. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu mundaq degan: 3 xislat bor. Kimki ularni o'zlashtirsa, iymonni to'liq o'zlashtirgan bo'ladi. Ular o'ziga qarshi adil bo'lish, jimi odamga salom berish, yo'qsul turuqliq saxiy bo'lish. Mana bu islomning keng qanot yaydirmoqchi bo'lgan go'zal adab axloqi. Salom qilish, urush, dushmanlashish va uningdan boshqa alohida ahvol bo'lmagan taqdirda amalliqning, xotirjamlikning va niyatning sog'lomligining ifodasidir. Bu sababdan salomlashishni musulmonlar aro qanot yaydirish taxmi ta'kidlanadi. Shundaqla boshqalarga islom adab axloqni keng yeyish cheklanmaydi. Bu nuqtani ixchamlasak, kafirlarga salom qilish joiz va mustahab. Buningdan urush va dushmanlashish holatidagi kafirlar mustasno. Shunga har kim muomala qilishda kafirning ahvoliga, turayotgan jamiyatning odati va vaziyatiga qarab ish tutsa bo'ladi. Musulmoncha salomga odatlanmagan joylarda assalomu alaykum o'rniga tinchlikmi degandek odatdagi so'zlarni ishlatsimi bo'ladi. Bu masalada Imom Avzoiy rahimahullohning so'zi nihoyatda o'rinliq. Uningdan kafirning yandan o'tib uningga salom qilgan musulmon kishi haqida so'ralganida u: "Salom qilsang, sendan ilgirki solihlarga salom qilgan. Salom qilmasang, sendan ilgirki solihlarga salom qilmagan" deb javob bergan. Savolning keyingi qismiga kelsak, o'zini musulmonlar qatoridan sanaydigan, lekin musulmonlar orasiga ozg'in e'tiqod tarqatadigan yoki cho'ng gunohlarni ochiq-oshkora qilib tavba qilmaydigan, namozmi o'qimaydigan fosiq, shundaqla kazzob, zolim, millatiga ziyonkashlik qiladigan xiyonatkor, noahli va shunga o'xshagan kishilar bilan salom-sahat qilishmaslik, ularga pozitsiya bildirish, qilmishining yomonligini his qildirish va adablash jihatdan ko'pchilik olimlarning nazarida mustahabdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinadagi barliq sahobalar Tabuk g'azotida sababsiz chiqmagan 3 sahobiga 50 kungacha salom-sahat gap so'z qilmagan. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma aroqkashlarga salom qilmanglar degan. Albatta, har shaxsning qilmishining ig'ir yengilligiga, tavba qilgan yoki qilmaganligiga qarab salom-sahat qilish yoki qilmaslik, shunaqla qanchalik muddat salom qilmaslik o'xshash darajada bo'lmaydi. Bundaq kishilar salom qilib turib olsa-mu, salomini ilik ilib javob qaytarishmi vojib bo'lmaydi. Urush va dushmanlashish holatida bo'lmagan kafirlar bilan qo'l ilishib ko'rish haqida ayrim ko'rsatma kelmagan. Lekin bu salomlashishga tava masalalardan bo'lg'achqa, uning hukmi salomlashishga o'xshash deyishga bo'ladi. Ko'pchilik olimlar uningga qo'l uzatishni makruh, lekin u musulmonga qo'lini uzatsa ko'rishsa joiz deb qaraydi. Shundaqdimi, qo'lim qo'shni qatorliq qo'lini uzatmasa ranjib qaradigan ba'zi ahvollarda uzatsa bo'ladi deb qaraydi. Xulos qilganda, kafirlar bilan qo'l ilishishda har kishi duch kelgan sharoit va oldidagi shaxsning tabiatiga qarab ish tutish munosib. Musulmonlarga o'chmanligi yo'q, o'z ahvoli bilan bo'lgan kafir tuqqani yoki qo'shnisi yoki saboqdoshi yoki xizmatdoshi yoki boshliqi yoki islomga da'vat qilmoqchi bo'lgan kafirga qo'l uzatsa joiz. Buni cheklaydigan biror dalil yo'q. Janobi Allohning sizlar bilan din sababidan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga yaxshilik qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan Alloh sizlarni to'smaydi. Chunki haqiqatan Alloh adil bo'lg'uchilarni so'ydi degan oyatimi buningga dalil bo'ladi. Qo'l ilishib ko'rishishmi dunyodagi jami millat va jamiyatlarda go'zal axloq va esil muomala qatoridan sanaladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kishilarga chiroyli adab axloq bilan muomala qilgan degan. Ammo musulmonlarga o'chmanligi borlarga qo'l uzatsa musulmonga xo'rlik tuyg'usi beradigan ahvollarda qo'l uzatmaslik kerak. Kafir qo'l uzatsa qo'l ilishda ahvolga qarab ish tutsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.